Diyor opa, ko'pchilik to'y arafasidagi kelinlar birinchi navbatda makiyaj uchun yozilish muhim deb o'ylashadi. Sizni fikringiz qanaqa? To'g'ri, makiyaj juda ham muhim, lekin to'ydan oldin qilinishi kerak bo'lgan bir nechta etaplar bor. Kelinglar, sizlar bilan birga razbor qilib chiqamiz. Depilyatsiya. Depilyatsiyani biz 5-o'ringa qo'yamiz. To'y kuni kelinlarimizga hech qanaqa noqulaylik tug'dirmasligi uchun tuklardan oldindan xalos bo'lishimiz kerak. Qosh va kipriklarni tartibga keltirish. Qosh va kipriklarni 3-o'ringa qo'yamiz. Qosh va kipriklarning ramkasi yuzda eng muhim jihatlardan biri. Uni oldinroq boshlash kerak. Chunki ertaga qosh xunuk bo'lib qolsa, yuzdagi makiyaj ham shunchalik xunuk ko'rinadi. Massaj va spa. Massajni 6-o'ringa qo'yganimiz yaxshi, chunki to'ydan bir kun oldin bo'lsa ham massajga borishsa, ancha bo'ladi-ku, organizmdagi charchoqlar, stresslarni bir zumda chiqaradi va yuz ham ancha tiniqlashadi. Manikyur va pedikyur. Makiyajni 4-o'ringa qo'yamiz. To'y kuni buketlar, chiroyli kadrlar juda ham ko'p bo'ladi va tirnoqlarimiz ham juda ham muhim hisoblanadi. Soch parvarishi. Soch parvarishini 2-o'ringa qo'yamiz. Soch sog'lom bo'lmasa, sochdagi ming chiroyli turmagan zo'r turib bermaydi. Kosmetolog qabuli. Kosmetolog qabuli bu birinchi o'rinda. Yuzimizga qancha oldindan uhud qilishni boshlasak, to'y kuni makiyajimiz ham idealni chiqadi. Makiyaj. Makiyajni esa 7-o'ringa qo'ysak bo'ladi. Shu 6 ta etapdan o'tib keyin makiyaj qildirishsa, to'y kuni eng chiroyli kelin bo'lishadi.